Assalomu alaykum. Mening mustaqil ish mavzuim boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqiy rivojlanishining asosiy parametrlari mavzusi bo'lib, ushbu mavzuni men yoritib beraman. Boshlang'ich sinf o'quvchilari, ya'ni 7 yoshli bolalar maktab ostonasiga dastlab ilk bor qadam qo'yib, saboqni ola boshlagan davra hisoblanadi. Ular boshlang'ich sinf o'quvchilari, ya'ni birinchi sinflarni oladigan bo'lsak, birinchi sinf o'quvchilari endigina tovushlarni taniyotgan, harflarni endi yoza boshlagan yoshda bo'lishadi va bu davr judayam murakkab davr, ya'ni pedagog o'qituvchilarni eng mas'uliyatli davra hisoblanadi. Ya'ni bu bolalarni yaxshi tarbiyalash, bularga yaxshi bilim bera olish bu pedagoglarning mahoratiga bog'liq hisoblanadi. Agarda ular sidqi dildan mehr qo'yib u bolalarga yaxshi ta'lim tarbiya beradigan bo'lsa, u bolalarda kelajakda judayam yetuk insonlar chiqishi mumkin hisoblanadi. Bunda esa bolalarni ham pedagogik ham psixologik tarbiyalash lozim hisoblanadi. Ayrim bolalarda nutqida nuqsoni bo'lganligi uchun ham maktab darsliklarini to'liq o'zlashtirish imkoniyati yetarli bo'lmaydi. Qandaydir kamchiliklar tufayli o'zini tortish, qo'rqish hissi yoki psixologik diqqatining buzilganligi yoki bilim darajasining pastligi tufayli maktab darsliklarini o'zlashtira olmasligi mumkin bo'ladi. Bunda esa pedagog o'qituvchilarimiz qo'shimcha to'garaklar olgan holda u bolalar bilan shug'ullanishi lozim bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari dastlab tovushlardan boshlashadi, ya'ni tovushlarni talaffuz qilish, to'g'ri talaffuz qilishdan boshlashadi. Bu esa alifbo tartibida har bir tovushlarni taniy boshlaydi va undan keyin esa grammatik, ya'ni tovushlarning yozilishiga o'tishadi va ularni to'g'ri talaffuz qila olish va eshitgan tovushlarini to'g'ri yoza olish lozim bo'ladi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu yaxshi jihat hisoblanadi. Ya'ni har bir tovushni to'g'ri talaffuz qilish bu bilish darajasining dastlabki belgilari hisoblanadi va tovushlarni farqlay olish, jarangli jarangsizlarni farqlash, bir-birovga yaqin tovushlarni, talaffuzi yaqin tovushlarni farqlay olish, undan tashqari yozuvdagi tovushlarni ham farqlay olish bu o'quvchilarga katta mas'uliyat his qiladi. Ya'ni boyagi b bilan dning yozilishini, ch bilan shning yozilishini ajrata olmasligi mumkin ayrim o'quvchilar. Uni to'liq mashqlar orqali, talaffuzlar orqali yozish, ya'ni turli xil diktantlar orqali ularni to'g'ri farqlay olish lozim hisoblanadi. Olib boriladigan ishlarda so'z boyligi ko'p yaxshi ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni bolalarda qanchalik tovushlarni ko'p o'rgansa, so'z boyligi ham shuncha ortadi. Ya'ni har bir o'tayotgan tovushlarni o'tayotgan vaqti unga oid so'zlarni, ya'ni birinchi bir bo'g'inli so'zlardan, ikki bo'g'inli so'zlardan va ko'p bo'g'inli so'zlardan foydalanilgan holda so'zlarni tovushlarni o'tishadi va unga sinonim bo'lgan yoki amonimlik xususiyatiga ega bo'lgan so'zlarni farqlashni ham o'rgatib borishadi va undan keyin esa so'z birliklariga o'tishadi. Ya'ni so'z birliklari ikkita va uchta so'zlarning ma'no jihatidan bir-biriga yaqin bo'lishi, bu masalan olib kelmoq, olib bormoq va o'shanday so'zlarni o'rgata boshlashadi va keyinchalik murakkablashib, asta sekinlik bilan murakkablashib boriladi. Ya'ni gaplarga o'tishadi. Gaplarda 3 ta 4 ta so'zlardan iborat bo'lgan gaplarga o'tishadi va
ularda boyagi to'g'ri qo'llay olish, ya'ni grammatik jihatdan to'g'ri qo'llay olish lozim hisoblanadi. Ya'ni ot nima vazifani bajaradi, sifat qanaqangi vazifani bajaradi va fe'l qanaqangi vazifani bajaradi. Ana ularni sekin sekin o'rgata boshlashadi va gaplarni qolipi, ot qayerda kelishadi, sifat qayerda kelishi kerak va fe'l qaysi o'rinda kelishi kerak, ana ularni o'rgatib boshlashadi. Undan tashqari tinish belgilarini ham o'rgatadi. Ya'ni nuqtaning vazifasi nima, virgulning vazifasi va so'roqning, undov belgilarining vazifalari nima ekanligini o'rgatib borishadi. Va undan tashqari ularning nutqini mustahkamlash uchun she'rlar berishadi, ertaklar berishadi va har bir tadbirlarda ular raqslarga tushishadi, kichik kichik rollar ijrosida sahna ko'rinishlar olib borishadi va har bir bayramga oid she'rlar yodlab borishadi. Undan tashqari har juma kuni sinf rahbarlari bilan sinf soati o'tkazib boriladi. O'z sinf soatida har bir sinf soatining o'z mavzulari bo'ladi. Bayramlarga oid yoki biror bir yaqinlashib kelayotgan avlodlarimiz, ajdodlarimizning tug'ilgan kunlariga bag'ishlab ularga oid so'zlar, ya'ni matnlar yaratilinadi va suhbat asosida ularni yoritib boriladi. Undan tashqari maqollar, ya'ni maqollar, tez aytishlar bu bolaning nutqini o'stirishning asosiy jihatlaridan biri ham hisoblanadi. Ya'ni maqollar nutqning ravonligini oshirib beradi, tez aytishlar esa nutqning sur'atini yoki ritmini yaxshilashga harakat qiladi. Davolashning asosiy bir nima deydi, qo'llaniladigan bir materiallardan biri hisoblanadi. Va mana shu jihatlarni, ya'ni mana shu aytib o'tganlarni to'g'ri yo'lga qo'ya olsa pedagog, farzandlarimiz juda ham komil inson bo'lib, o'z fikrini ayta oladigan farzandlar bo'lib yetishadi. Undan tashqari ota-onalar bilan biz to'g'ri muloqotni, ya'ni to'g'ri aloqani yo'lga qo'ya olishimiz lozim hisoblanadi. To'g'ri yo'lga qo'ya olsak, farzandlarning kelajagi bilan ota-ona ham shug'ullanadi, o'qituvchi ham shug'ullanadi va birgalikda yaxshi natijaga erishish mumkin hisoblanadi. Bizning mavzumiz mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.